Frikadelkali osh haqida hech eshitganmisiz? Bugun kichkintoyingiz uchun mazali va yumshoq go'shtli koptokchalardan palov xontori tayyorlashni o'rganamiz. Mahsulotlarni tayyorlab olib, ishni zaytun yog'ida koptokchalarni qizartirib olishdan boshlaymiz. Orqasidan piyoz, u tillarang bo'lgandan keyin esa kubik to'g'ralgan sabzini yuboramiz. Sabzi shu shaklda bolajon yeyishga juda qulay. 5-6 daqiqa yopiq holatda qovurib, so'ngra suv solamiz. Bolajonlar uchun osh ham deyarli kattalarga tayyorlangandek ketma-ketlikda bo'ladi. Faqat zaytun yog'idan foydalanib, uzoq qovurilib, qaynatilmaydi va albatta osh zirasiz bo'lmaydi. Tuzni bolajoningiz 1 yoshdan oshgan bo'lsa, juda oz miqdorda solsangiz bo'ladi. Yumshoq, mazali palovimiz ham tayyor bo'ldi. Qizim asl o'zbek qizida oshni hammasini paqqos tushirdi. Retsept yoqqan bo'lsa, uni dugonangiz va ovsiningizga yuborishni unutmang va sahifamga obuna bo'ling. Yoqimli ishtaha!